Assalomu alaykum qadri baland, qadrdon obunachilarimiz, qarindosh qozlari, desi o'rdaklar. Voy tuxumlar nima bo'lib ketdi ekan? Qo'yib tashladim men tuxumlarni. Qarang chiqinglarchi, sut ishlarni boramiz. Kim tuxumlarni bunaqa qilib tashladi? Tuxumlarni bu ahvolga kim soldi? Yettilablar. Ye. Nima qilmoqchilar? Tinchlikmi? Istama chiqqan yo'qmi? Voy. Tuxumlar nimaga buncha ko'p? Voy. Chiqinglar. Hop. Nima bo'ldi? Xullas, tuxumlarimiz kecha 5 ta edi. Ona tuxumlar qayerdan keldi? Ertadan chiqarib tashladimmi? To'g'rimi ekan? Qani? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Tuxum chiqarib tashlabdi. Bitta tuxumni chiqarib tashlabdi. Bitta tuxum tug'ibdi. Jamimizda xudo xolisa 6 ta tuxum bo'ldi. Nimaga bunaqa bo'ldi ekan? Tuxumni nimaga chiqarib tashladi ekan? O'rg'lanmaganmi ekan? Bekitib ko'raylikchi. Bitta o'rdagimiz tuxumda. Qanday? Barakasini bersin. Qani jo'jalarim olinglar. Buna bittasi uch yuribdi. Olinglar. Ular juda mehr talab bo'lyapti shekilli ular, taymiki ular. Olinglar. Kuyov bo'ldilar, kuyovnakarlar baqa ketibordimi ekan, nima bo'ldi? Bitta kuyov bo'ldi. Buni nimaga bunaqa chekka deyapti? Shularga tuxum qo'ymayapsanmi qilib? Sizlar apasini ekansizlar juda. To'g'rimi sağda tuxumda. Ular alohida yer-xotinni baqa kelyapti yaxshi. Ko'paygan sari eplab olmaydigan bo'lib qolar ekan shekilli ularda. Hamma yoqqa tuxum qo'yib tashlaydigan ekan. Hozirdan shunchalik qilyapti bular, sho'xlik qilyapti. Quyonlarimiz, bizni uni quyonimiz hali ham ko'payish niyati yo'q. Quyonga yem berib qo'yaylik. İmronbek o'g'limiz bog'chaga ketib qoldi. O'zimizga qoldinda ularga qarash. Ana o't. Osh bo'lsin. Mana shu yerda bir bola qilyapti-da bular. Nima qilyapti ekan? Qarab turibman, ko'rib turibman maqmoqchilarni. Beri xotinlar. Shu chekkaga tuxum qo'yib yurmanglar ama. Sog'liqlar sizlarga. Tayyor kartosh naqalar qilib qo'ygan bo'lsam, sharoitlar qilib qo'ygan bo'lsam.
Şaka qo'yinglar da tuxumni. Shunaqa nimaga harakatlanib qoldi bular? Allohga tuxum qo'yyaptimi ekan? Kecha o'rdakni kim o'ldirdi? Ha? Kichkina o'rdaklar kim o'ldirdi? Senmi? Sehrli tilak. O'rdaklarimiz ishtahasi zo'r, ko'z tegmasin. Sog'lig'i yaxshi, hammasini. Ularimiz seni shaqqa ketib qolyapti, to'xta. Arqaga. Dondan olinglar, dondan. Mana sehrli tilak. Qo'lni yurizami? Kecha kichkina o'rdaklar kim o'ldirdi? Aytchi. Kim o'ldirdi o'shalarni? Bosib o'ldirildimi? Qutqarilmadimi? Birinchi yordam ko'rsatilmadimi? Mazza qilasizlar. Haqiqiy nima deydi? Mazza narsadan. Ta'riflashga til ojizlar uni. Hop, sehrli tilak endi Makka yurakchi desertiga. Tuxumimiz 6 ta bo'libdi, yaxshi. Oldinga siljish bor. Tiqildi yo'q. Qo'lini cho'qilib. Eng oldingaligi kayb beradigan masjid bo'lsa kerak. Ertalabda parrandalaringga dom bersang, qo'lingdan kelsa. Biz do'stona yashaymiz-da bular bilan. Do'stlashib qo'yganmiz. Olinglar. Ovqatdan bir qiziqish yo'q. Prosta ko'p bersam, yerga bilab uvolqib rasoq tashyapti. Shunga chicha tashaysam, o'lsa to'xtatish kelib qolsa, shuni to'xtatib qo'yapman men ham. O'lchovini shunaqa qilib bilib olyapmiz. Hop, 20 bitta indeski bor. 18 ta g'aqillar bor. 2 ta tovuq bor, 2 ta quyon bor. Jami bizda 50 ishlarimiz bor. Olinglar g'aqildoqlar, olinglar. Sehrli tilak. Xudoyxo'rlik qilamizmi yana? Obunachilarimizdan biri Umidjon aka qarindoshimiz ko'rishyapti ekan videolarimizni. Juda ham xursandmiz. Like va podpiska bosinglar. Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha har kuni yangi videolar chiqaramiz. Do'stlar, so'zlarda, nutqlarda ancha-muncha xato va nosoniyatlar bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Bloger basman. Oddiy haligi nima deydi, shinavanda deydimi? Qiziquvchi. Shinavanda deydi. O'zi tildan shunaqa odammiz. Mana montaj qilib, u qilib, nima qilishni bilmaymiz. Boricha qo'yaveramiz videolarni. Ko'rgan odam ma'qul kelsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Yangi videolardan chiqarib, xudo xolasa, ana shu yerda fermachamizni 3-4 oy bo'ldi shu fermachani boshlaganimizga. Hali tajribamiz ham yo'q. Billa shu tajribani billa olib ketamiz. Yangi boshlamoqchi bo'lganlar ham o'ziga uncha-muncha nima deydi,
kerakli informatsiyalarni olish mumkin. Batareyalarni mana suvda kamayib qolgan ekan kecha suvi. Mayda o'rdaklarimiz chiqolmasdan sovqatib o'libdi. Mening taxminim endi shunaqa. Buncha katta o'rdaklar o'ldirgan mana shu yerda o'ldirardi. Bitta kattada turibdi, shu yerda o'ldirardi. Uncha katta o'rdaklar o'ldirgani yo'q. Bu yerda qolib ketgan, chiqolmagan sovqatib, o'rdaklar ham sovqatar ekanda baribir. Qanchadir muddatdan keyin uni bittasi chiqolmay harakat qilyapti. Uni ana shu qaqib chiqolmay aqib o'tgan, og'ir sovqatib, oyoqlari uvushib, endi taxminimcha shuna bo'lib o'lgan. Endi umri shu ekanda uni. Mayli. Barakasini bersin qolganini. Qolgan ko'payib ketaversin, xudo xolasa o'zidan o'zi. O'rdak olmoqchi, sotmoqchi bo'lganlar kommentariyaga yozaveringlar. Olamiz ham, sotaveramiz ham kelishilgan holatda. Olishda narxlarni chiroyli olamiz, yerga urmay. Sotishda ham arzon qilib sotamiz. To'g'risini foydasi ham kerak emas-ku. Nima desam bo'ladi? Qiziqishga. Xalq mazza qilsin. Dedim. Ammo xo'rozimiz ham kichik edi, juda yetilib ketyapti qandadir. Ko'z siymasini zo'r bo'lib ketyapti mashg'ulotdan. Mana ularni 1 kilo jo'jalik olib keldim, bu ham katta xo'roz bo'lib ketyapti. Ana endi o'rdaklarimiz, bizni nimamiz keldi-yu. Yana tovuqimiz keldi-yu. Boqa tuxumni qo'yib kelishdi menimcha. Endi baqa biz alohida yem berishimiz kerak. Ma ke sen. Ke. Adam bor ekan. O'zi mana shu bitta ozgina don qoldi. Mana shu holatda yetarli deb o'ylayman. O'zi yetadi, o kechga bir marta berilsa bo'ldi. Endi idishga bersam, baribir seforyapti, shunga sep beryapman, kerakni yeyapti. Hozir buni ham terib tashlaydi baribir. Biz bir to'xtatdik endi bular o'rtada mana. Shu yetarligini yedi o'zlariga. Kerakli. Kutdim kelmadi, endi seforni endi. Shuni yesin. Tuxum qo'ygan bo'lsangiz o'zingizga. Kecha jinoyatda kim ishtirok etganini bilish kerak. Qotillikda kim asosiy ishtirokchilar bo'lganini bilish kerak. Qo'ylarimiz ham ziyofatni qilyapti. Qani tovuqimizni tuxumini ko'rikchi nima bo'ldi ekan. Bizga ertalabda sovg'a berdimi? Uni o'rdak harakat qilyapti, o'sha yerga tuvadi shekilli. Shu yerga yotadi shekilli, u tomon ko'p shovqin bo'lib yoqimli qoldi shekilli. Mana shunaqa joylarga tuxum qo'yapti bular. Tuxumni ham kattaligini. Toza uy tuxumi. G'ij kaloriya. G'ij vitamin. Imronbek gitta buni bitta mazza qilib to'planib pastaki biz ham yeymiz. Chekkada bir nima bor-da. Biz ko'rmayapmiz. Ko'rmayapmiz sho'raliq. Mayli. Nima bo'lsa ham bolalarni yetalab chiqsa xursand bo'lamiz. Yetalab chiqmasangiz xafa bo'lamiz. Mishiqlarga oldirib olsangiz ranjiymiz agar. Mana mushuklarimiz ham kelishni boshladi mana. O'rdaklarimiz cho'milish qorin to'ydi. Hammasi bir mazza qilib cho'milib. Tuxumimizni o'rdakka qo'shib qo'ydim ekan desamki, olmay yotgan yo'q, hali ikki qo'yib qo'yamiz. 4-chikin qo'shamiz. Do'stlar, barchalaring ko'rganlaringiz uchun alohida rahmat. Endi mana bu ishimizni tugatib qo'yaylik endi. Bugun tugatolmaymiz, qo'limizdan kelgancha. Mana shu qumlarni ellab tashlab, mana shu ogorod qilsak, xudo xolasa, tashlandiq joydan chiroyli ogorod, chiroyli joylar hosil bo'ladi inshaalloh.
Biz mehnatdamiz, Allohga tavakkal qilgan odamlarimiz. Hammalaringga xayrli kun. Yaxshi kunlarda yana ko'rish nasib qilsin. Like, podpiska bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi videolardan ko'rib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.